Uchuvchi. 4 yildan keyin aytaman. Assalomu alaykum aziz talabalar. Esingizdami? Bolaligimizda hech bir narsani imkonsiz deb o'ylamas edik. U paytda orzularimiz osmon qadar keng, yuragimiz esa sof edi. Bugun esa biz sizlarni bolalik orzulari tomon chorlaymiz. Bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Shu haqida ayta olasizmi? Kim bilsa? Aha, rahmat. Sizchi? Milliy gvardiyada ishlash. Rahmat. Bolaligimdami? Men aktrisa bo'lishni orzu qilganman. Yoshligimda hozirga qo'ygan maqsadim bor, orzum emas. Xo'p. Endi orzu keladigan bo'lsa uchuvchilik. Maqsad keladigan bo'lsa, u 4 yildan keyin aytaman. Harbiy bo'lishni orzu qilamiz, birinchi. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Здравствуйте. Я вообще в детстве мечтала именно поступить в юридический факультет и очень хотела, чтобы в будущем стать юристом, быть какой-то полезной для общества, для государства. Всегда мечтала об этом. Вот. Но сейчас я, слава Аллаху, учусь в юриспруденции, и мне очень нравится мое направление. Я очень довольна тем, что я как раз нахожусь в этом университете, и все условия комфортабельные, мне очень нравятся, все люди. Вот. Короче, так. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Bolaligingizdagi orzungiz qanday edi? Ayta olasizmi? Bolaligimda yurist bo'lishni xohlaganman. Yoshligimda kelajakda temir yo'l sohasiga qiziqqanimdan keyin shu soha bo'yicha ketmoqchi bo'lib, o'qib, shu yerga kirdim. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Yoshligimdan o'zi ekonomika qiziqaman, chunki uydagilarning hammasi o'sha hisob-kitobga kuchli bo'lgani uchun. Keyin o'zim shu kasbni tanlaganman, hozirda o'qiyapman. Rahmat. Yuqoridagilarning barchasi siz va bizga o'xshash talabalarning orzulari edi. Sizchi, siz bolaligingizda qanday kasbni orzu qilgansiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.